Voy bolajonlarim, qanday quvnoq va mehrli ko'rinasizlar bugun. Aytingchi, kim har kuni rahmat so'zini ishlatadi? Men, chunki rahmat aytish odob va minnatdorchilik belgisi. Ajoyib, sizlardan taragan nur yurakni iliq qiladi. Agar kimdir sendan narsa so'rasa, nima qilasan? Iloji bo'lsa beraman, sababi yordamchi bo'lish savob ish. Bolajonlarim, sizlar haqiqiy mehr timsolisizlar. Agar do'sting xafa bo'lsa, nima qilasan? Uni quchoqlab, kechir do'stim deyman, tinchlik o'rnataman. Sizlarni ko'rib faxrlanaman. To'g'ri so'zlash nima uchun muhim, bilasizmi? Chunki rostgo'y bola doim ishonchli bo'ladi. Voy, qanday aqlli bolalarsiz. Agar kimdir sizga yomon gap aytsa, nima qilasiz? Javob qaytarmayman, faqat kulib jim turaman. Barakalla bolajonlar. Uyda mehmon kelsa, nima qilamiz? Salom beramiz, joy ko'rsatamiz va hurmat bilan xizmat qilamiz. Sizlarning yuragingiz oltindek. Kimdir yo'lda yiqilib tushsa, nima qilasan? Darrov yordam beraman, turg'izaman, hammasi joyidami deb so'rayman. Qani kim bugun ota-onasiga yordam bergan? Onaga yordam berish nimani anglatadi? Mehr, sadoqat va odobni bildiradi. Qani sizlarning tabassumingiz quyoshday iliq. O'qituvchi gapirayotganda nima qilish kerak? Eshitish, so'ngra qo'l ko'tarib javob berish. Voy, qanday mehrli bolalarsiz. Agar ukang o'yinchoqni sindirsa, nima qilasan? Urishmayman, tushuntiraman, keyingi safar ehtiyotkor bo'lamiz deyman. Ajoyib, bolajonlarim, har biringiz haqiqiy namunasisizlar. Aytingchi, yolg'on gapirish mumkinmi? Hech qachon. Yolg'on yomon odat, rostlik esa hurmat keltiradi. Qani, kim bugun do'stiga yaxshilik qildi? Yaxshilik qilish qanday his beradi? Juda yoqimli, ichimda nur paydo bo'ladi. Qani, sizlarning mehringizni har kuni sezib turaman bolajonlarim. Agar kimdir yig'lasa, nima qilamiz? Uni tinchlantiramiz, kuldiramiz, yordam beramiz. Qani, kim har kuni duo qiladi? Duo nima? Allohdan yaxshilik so'rash, har kuni duo qilaman. Bolajonlar, sizlar eng ajoyib bolalarsiz. Tozalikni nima uchun saqlash kerak? Chunki tozalik sog'lik va iymonning belgisi. Voy, qanday odobli bolalarsiz. O'yin paytida qanday muomala qilish kerak? Navbat bilan o'ynaymiz, urishmaymiz, kulib o'ynaymiz. Barakalla. Bugun sizlarning ovozingiz musiqaday chiroyli. Kimga minnatdorchilik bildirish kerak? Ota-onamga, ustozimga va do'stlarimga. Bolajonlar, sizlarning mehringiz osmonday. Agar kimdir sizdan uzr so'rasa, nima qilasiz? Kechiraman, chunki kechirish buyuk fazilat. Sizlarni har kuni eslab duoda bo'laman. Aytingchi, rostgo'y bola qanday bo'ladi? Har doim to'g'ri so'zlaydi, aldashni yomon ko'radi. Bolajonlarim, sizlar bilan faxrlanaman. Oxirgi savolim, odobli bola bo'lish uchun nima qilish kerak? Kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, har kuni yaxshilik qilish kerak.